Navoiylik qaynonajonlar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bir zerikib turdim, shu kelinimni asabiga bir tiyib kelay deb keldim oldiga. Kelinimiz bir talantli. Nima qilay? Men ham har zamonda zerikaman-da. Ishxonasiga kelganimdan o'chib chiqdi kelin poshsho. Kelinginami o'zi psixolog, dietolog, valelolog, nutrisiolog, supplementolog. Ayollar, bolalar masajini ham qiladi, qosh yuz ham teradi. Gijjalar qonga tuxum qo'yadi. Meni kelinim esa qondan tozalaydi gijjalarni. 20 kunda otday bo'lasiz. Meni kelinim Navoiy viloyati bo'yicha Rofers apparatini birinchi bo'lib olib kelyapti. Bu apparat sochingizni uchidan oyog'ingizning uchigacha kasalliklarni chiqarib beradi. Qarilar, bolalar, homilador ayollarga ham mumkin. Eng qizig'i ehson narxda-ya. Rofers apparati uchun yozilib qo'yinglar. Faqatgina bir kunga keladi, ulgurib qolinglar. Yana afsuslanib o'tirmanglar, ulgurmang. Aytgancha kelinim kosmetologlik ham qiladi. O'zini avtorskiy yuz uchun ishlab chiqilgan penkalari ham bor. Ota-onasiga rahmat, bu kelinni qo'ldan kelmaydigan ishi yo'q ish qiladi. Asalchalarim, qaynonanglarni, ayajoninglarni